uyat bo'ladi deb bir gaplarimiz bor edi bizlarning. Kichikimizda ko'ynaklarning pushqoqlaridan ko'tarib olib yugurib o'ynayotganligini onalarimiz ko'rganda, "Ko'ynagingizni tushiring qizim, uyat bo'ladi" deb o'rgatadi. Yot birlarning ko'zlariga tikilib qolsa va yoki qaqoqlab kulib tashlasa, shu zamotli unib bo'ladi shu onalarimiz. "Hay, undaq qilmang, qiz bolaga uyat bo'ladi" deb. Parang bo'linayotgan 2-3 er kishi boyalardimi o'tkazmaydi. O'tib qolsimi beshingizni tuvan silang qizim, uyat bo'ladi deydi. O'zingizni davrang salmang qizim. Sizni bizli bilsak yetar. Ko'rmas, anglamas, basmas bo'ling. Bo'lmasa uyat bo'ladi deb qon qinimizga singdirib o'tadi ulug' onalarimiz. Hozir ashundoq uyatchanlik bormidi? Undaq bo'lsa, do'stlaringizga ham bahrlar. 快手，拥抱每一种生活。